Salom hammaga. Mana bugun yana o'sha mashhur Amerikan surpriz vaflisidan 5 ta oldim. Bormikan, ichidan rostdan chiqarmikan, oson pulimga kuymaymanmi deganlar uchun sizlar bilan birgalikda video qo'yishga qaror qildim. Yana bir mana meni 3000 so'mga sotib ol va yutuqlarga ega bo'l deb yozib qo'ygan. Bu originali korobkada sotarkan. Mana buni nima deydi, podelkalari chiqib ketgan deydi. Lekin men hali podelkasini ko'rmadim. Mana sizlar bilan 3 ranglisini ochib ko'rgan edim. Videolarimni ko'rsalaringiz bo'ladi. Qani bugun nima chiqar ekan ichidan? 5 tani birgalikda ochamiz. Pulimga achinaman, olsammi, olmasammi deb ikkilanmanglar. Sizlarga maslahatim, chunki buni vaflisi juda ham mazali. Farzandlaringizga bersalaringiz ham bo'ladi, farzandi borlar yoki o'zlaringiz iste'mol qilsalaringiz ham juda ham shirin va mazali ekan, tavsiya qilaman. Atigi 3000 so'm. Ichidan kattaroq pul chiqsa, balkim pullaringizni qaytarib olasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim deb birinchisini ochamiz. Qani kutayotganlar bormi? Qani. Ichidan yo'q chiqmadi. Bittagina qog'oz chiqdi, qani o'qib ko'ramiz. Sumaya, hozirgi kunda Sumaya ismli qizlar juda ham mashhur. Sumaya ismi ko'p qo'yilyapti. Darslaringni vaqtida qilsang, eng zo'r universitetda o'qiysan. Mana Sumaya ismli qizi borlarga yoki ismli qizlarga. Bu tilak. Lekin pul yo'q mana. Bu ham ochilmagan. Buni sizlar bilan birgalikda ochamiz. Mana hamma joyi butun, butun. Boshqalar aytadi, yo'q, ichidan pulini olib qo'ygan yoki bo'lmasam pul chiqmaydi. Yo o'zlari solib qo'ygan pul deshadi. Yo'q, hech qanaqa pul solinmagan bunga. Mana birgalikda bismillah deb ochamiz. Menimcha bunda ham pul yo'q. Agar pul uchun ochmoqchi bo'lsalaringiz, ochmaganlaringiz ham yaxshi sotib olmaganlaringiz, chunki hammasi ham chiqadi degan narsa yo'q. Ba'zilarda chiqadi. Bu Azizbek ismli yigitlarga mana tilak chiqibdi. Yaxshi o'qi, katta bo'lsang general bo'lasan. Mana Azizbek general bo'lsin. Azizbek ismli do'stlaringiz belgilab tashlab qo'ysalaringiz bo'ladi. Orqasida Amir Temur rasmi bor. Endi qani ikinchisini ochib ko'ramiz. Amerikan surpriz. Qancha birgalikda ochamiz do'stlar. Mana umuman ochilmagan. Hamma joyi yangi. Ichiga hech kim pul solib, menimcha buni ko'rsatsa kerak. Mana bunda ham adajonlarimizga jo'natib qo'ysak bo'ladi. Sizni yaxshi ko'raman, siz eng zo'risiz. Buni ataylab adajonlaringiz uchun tashlab bersalaringiz juda ham xursand bo'laman menimcha. Ochmasdan turib, mana shu Amerikan surprizni sotib olmasdan turib, xuddi mana shu men tashlagan videoni tashlab qo'ysalaringiz adajoningiz xursand bo'ladi mana adajonlarga. Endi bu kimga chiqarsin? Qani kimda ismi chiqsin? Yozib qoldiringlar, meni ismim chiqsin, meni ismimga ham oching deganlar bo'ladi. Qani ko'ramiz, kimda ismi? Afsus. Bunda demak hech qanaqa tilak ham, nima deydi, pul ham yo'q. Yo'q, hech narsa chiqmadi. Demak, oxirgi 5-sini ham do'stlar birgalikda ochamiz. Bundan pul chiqadimikan, nima bo'lsa. Atigi 3000 so'm vaflisi juda ham shirin. Reklama emas, chunki bu firma men hech qanaqangi tanishim yoki qarindoshim emas. Faqatgina bu trendga chiqib, ichidan pul chiqyapti, chiqmayapti deb tarqaganligi uchun qiziqib o'zim ham sotib oldim. Va sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Ishonchlaringiz komil bo'lishi uchun mana hech qanaqangi pul yo'q, pul chiqmadi. Mana yana o'sha jigar, kechagi videoyimda ham jigar degan shunaqa tilak chiqqanda, zo'r o'qisang O'zbekistondagi eng zo'r biznesmen bo'lasan. Jigarlarga jo'natamiz. Mana orqasida biznesmen yigit rasmi. Mana demak hech qanday pul chiqmadi. Bittasidan tilak ham chiqmadi hattoki. Demak har doim ham pul chiqadigan narsa yo'q ekan.